Radiyallohu anhuning mashhur hadislari bor. Sha'bon oyi kelganda Nabiy alayhissalatu vassalom sahobiy ikromlarning oldiga chiqib, "Atakum Ramazon va shahrun mubarak." Bu juda ham bir haligi xursandchilik bilan aytiladigan gap. Sizlarga muborak oy Ramazon kelyapti. Bu tabrik bu. Ya'ni hozir odamlar bir-biriga Ramazonni yaqinlashganini tabriklasa, mana shu hadisga muvofiq to'g'ri bo'ladi. Birodar, Ramazon yaqinlashyapti, muborak bo'lsin desa, bu muborak bo'lsinni bizdan oldin Nabiy alayhissalom aytganlar. Nabiy alayhissalatu vassalom "Atakum Ramazon va shahrun mubarak." Sizlarga muborak oy Ramazon kirib kelmoqda. Ramazon kelyapti deb Nabiy alayhissalom tabriknoma bilan boshlaganlar Ramazonni. Tayyorgarlik. Hushyor bo'linglar, ko'zinglarni ochinglar. Shunaqa bir muborak oy kirib kelyapti. Muborak bir vaqt, muddat sizning ustingizga Alloh taoloning izni bilan soya solib kelyapti degan ma'noda Nabiy alayhissalom tabshir, xursandchilik xabarini, bashorat xabarini, suyunchisini sahobiy ikromlarga aytardilar.